Hammaga assalomu alaykum. Simsi Motorsning obunachilari. Bugungi obzorimizda Honda Cryder avtomobili bo'ladi. Ko'pchilik so'ragan Honda Cryder avtomobilimiz hozirda bizda наличиеda bor. Bu avtomobilimiz ozgina probegli, 16 000 probeg yurgan, yili 2023. Bu avtomobilimizni navarotga keladigan bo'lsak, bu avtomobilimiz eski versiyalarda 16 diskali bo'lgan bo'lsa, bu avtomobilga esa 18 diska taqilgan, litiy diskalar hamda shinalariga ahamiyat beradigan bo'lsak, всесезонный shina taqilgan. Также avtomobilimizga дополнительный наворотлari bu yerda qo'riqlash sistemasi, signalizatsiyalari Starline sistemasi qo'yilgan. Bu sistemada siz masofadan telefon orqali boshqarsangiz bo'ladi. Также masofadan turib mashinani o'chirish yoki yoqish yoki qulflab qo'yish funksiyalarini beradi. Hamda mashinangiz qayerda turgani yoki kimgadir bergan bo'lsangiz, qayerda haydab yurganligini ham masalan o'sha funksiya orqali masalan ko'rib tursangiz bo'ladi. Также avtomobilimizning ichki salon qismlariga keladigan bo'lsak, avtomobilimizda дополнительный mana kechqurun tunnellarga kiradigan bo'lsa, yo qorong'i joylarga kiradigan bo'lsa, faralari avtomatik yonadigan qilingan. Также avtomobilimizda ichki salonda дополнительный kameralar hamda polik hamda sideniyalari chexollar bilan jihozlantirilgan. Chexolni ochib ko'radigan bo'lsangiz, tagidagi o'zini родной sideniyasi yep-yangi holatda turibdi. Avtomobilimiz bagaj qismigacha chexol qilingan, orqa oynalari tonirovka qilingan. Avtomobilimiz juda ham qurt holatda, sostoyaniyasi idealniy, bemalol kelib tekshirib olsanglar bo'ladi. DTP yoki kraska qilingan yoki перекрашенный qilingan joylari yo'q. Avtomobilimizda agar bu avtomobilimizda ichki salon qismiga keladigan bo'lsak, ichki qism juda ham полный наворот qilingan. Monitor, katta monitor, multirul hamda bu yerga уже cruise kontrollari ham qo'shilgan. Bitta nimasi faqat lyuk bo'lmaydi. No, atak qolgan hamma narsasi ideal holatda, juda ham hamma yo'q naворотda o'zi qolmagan bu yerda. Также bu голосовой управлениялari ham bo'ladi. Agar kimga bu avtomobil qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin yoki direktdan yozinglar, sizlarga tez orada javob beramiz.